Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video oxirida siz uchun bepul rezyume shablonini ham taqdim etaman. Assalomu alaykum hammaga. Ish qidirayotganlar uchun muhim hujjat bu rezyume. Bugun sizlar bilan professional rezyume qanday yoziladi va nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video oxirida siz uchun bepul rezyume shablonini ham taqdim etaman. Xo'p, rezyume bu sizning ish beruvchiga taqdim qiladigan birinchi taassurotingiz. Rezyume siz haqingizda gapiradi va sizning maqsadlaringiz va kelajagingiz haqida, tajribangiz haqida gapiradigan hujjat hisoblanadi. Shuning uchun rezyumengizni to'liq va aniq holatda yozishingiz juda ham muhim bo'ladi. Va albatta rezyumeni PDF shaklida yozishingiz kerak bo'ladi. Ayrimlar xato qilishadi, rezyume yozish qanaqaligini bilmasdan Wordda o'zicha nimadirlar yozib olib jo'natadigan holatlar ham ko'p ko'rganmiz. Bunaqa rezyumelar sizda hech qanaqa professionallik ko'rsatmaydi va yomon taassurot uyg'onishiga sabab bo'ladi. Xo'p, rezyumeda birinchi o'rinda shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'ladi. Ya'ni ism, familiya, murojaat uchun, ya'ni aloqa uchun telefon nomer hamda emailingizni kiritishingiz kerak bo'ladi va undan keyin adres yoziladi. Adresda tug'ilgan joyingiz hamda hozir yashayotgan joyingizni ham yozsangiz undan ham yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchi bo'limi bu maqsad bo'limi. Ya'ni siz oliy maqsadingiz haqida qisqacha yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun men savdo sohasida 3 yillik tajribaga egaman va savdo sohasidagi nomer 1 sotuv menejeri bo'lishni xohlayman kabi oliy maqsadingiz haqida qisqacha yozilgan bo'lim bo'lishi kerak. Keyingi bo'lim bu ta'lim bo'limi. Bu bo'limda siz o'qigan joylaringiz va mutaxassisligingizni, o'qigan yilingiz va bitirgan yilingizni aniq raqamlarda ko'rsatishingiz kerak bo'ladi va bu ham professional rezyumening bir qismi hisoblanadi. Keyingi bo'lim bu ish tajriba bo'limi. Bu bo'limda siz qaysi kompaniyada ishlagansiz, qancha vaqt ishlagansiz va bu kompaniyada qaysi lavozimda ishlaganligingizni aniq holatda yozishingiz kerak bo'ladi. Va qanaqa yutuqlarga erishganligingizni, qanaqa vazifalarni bajarganligingizni yozib kelsangiz ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Keyingi bo'lim ko'nikmalar bo'limi. Bu bo'limda siz o'zingizdagi ko'nikmalarni yozasiz. Misol uchun kompyuter ko'nikmalari, Word, Excel, PowerPoint ishlashni bilaman. Qancha ko'p narsani bilsangiz, shuncha ko'p ko'nikmalaringizni yozib, yanada bo'rttiribroq, ko'proq qilib yozib, ko'proq ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi bo'lim bu sertifikat va treninglar bo'limi. Agar siz qanaqadir treninglarda, kurslarda o'qigan bo'lsangiz, uni ham yozishingiz kerak bo'ladi va o'qigan sertifikatlaringiz borligini, qaysi kimlar treninglarda o'qiganligingizni ham yozsangiz, bu ham sizni rezyumengizni yanada kuchliroq qilib ko'rsatadi. Oxirgi bo'lim bu qo'shimcha ma'lumotlar. Bunda yoziladigan narsalar haydovchilik guvohnomasi, haydovchilik staji, o'shanga o'xshash narsalar yozasiz va hobbi, qiziqishlaringiz kabi va hokazo narsalarni yozsangiz bo'ladi. Rezyume yozishda keng tarqalgan xatolar bor. Bu xatolarni qilmaslikka harakat qiling. Ya'ni rezyumeni haddan tashqari uzun qilmaslik kerak yoki haddan tashqari qisqa qilib yozib qo'ymaslik kerak va eng muhimi Wordda shunday qo'l bilan yozib tashlash kerak bo'lmaydi. Uni обязательно professional qilib yozib PDF formatda tashlab berish kerak bo'ladi va hech qanaqa yolg'onlarsiz, imkon qadar yolg'on aralashtirmay yozish kerak bo'ladi. Ko'pchilikda ko'rganmiz, rezyumega yolg'on ma'lumotlar ham yozishgan bo'ladi. Rezyume yozish uchun onlayn vositalar bor, ya'ni onlayn platformalar sizga tayyor rezyume yozib beradigan. Bu yerda chiqarib qo'yamiz. Mana shu saytlar, mana shu platformalardan foydalanib, bemalol o'zingizga professional onlayn rezyumeni yozib ish beruvchiga jo'natsangiz bo'ladi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling hamda like bosishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.